1-apreldan boshlab Rossiyada maktabga kiraman degan mehnat muhojirlarining bolajonlari imtihon topshirish kerak bo'ladi. Yaqin vaqt Rossiyada har bir ishlayotgan mehnat muhojiri uchun sifrovoy profil yaratiladi. Rasmiy ma'lumot. Piterda kuryer mehnat muhojirlariga nisbatan katta reyd boshlandi. Sheremetyevo aeroportida ikkita samarqandlik tadbirkor 120 kilo tamaki mahsuloti bilan qo'lga tushdi. Yaqin vaqt patentlarda mehnat muhojirlarining kasbi ham belgilanadi. Rossiyaning Dumasida yangi Rossiya fuqarolariga jilishniy sertifikatlarini berish tartibini o'zgartirishmoqchi. Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov mehnat muhojirlar Rossiya iqtisodiyotiga kerakligi haqida yana bir marta gapirib o'tdi. Rossiyaning migratsion markazlarida o'chirdlarni kamaytirish uchun Rossiya hukumatiga taklif kiritdik. Rossiyada mehnat muhojirlarini bank kartalarini amal qilish muddatini cheklashmoqchi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 30-mart odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Haligacha ham podpiskani bosib qo'ymagan bo'lsangiz, sizdan iltimos, bosib qo'yishni unutmang. Katta rahmat. Birinchi yangilik mehnat muhojirlarining patentlariga tegishli. Rossiyaning hukumati Rossiyaning Dumasiga bir taklif kiritishdi. Bu taklifga asosan yaqin vaqtda Rossiyada yurgan mehnat muhojirlariga berilayotgan patentlarida ularning kasbi, professiyasi belgilanadi. Bu degani patentga murojaat qilayotganda mehnat muhojir qaysi sohada va qaysi kasbda ishlamoqchi bo'lganligi haqida ma'lumot berish kerak bo'ladi. Bu ma'lumot patentning orqa tomonida belgilanadi. Bunday o'zgarishlarga sabab bo'lganligi bu Rossiyaning hukumati fikri bo'yicha Rossiyada mehnat muhojirlar shu aynan Rossiya iqtisodiyotiga kerak bo'lgan sohalarda ishlashmayapti. Ular ko'proq shu xizmat ko'rsatish sohasiga borib, kuryer, dostavka yoki bir boshqa ko'p pul topadigan sohalarda ishlab kelishmoqda. Rossiya hukumatining fikri bo'yicha mehnat muhojirlar birinchi bo'lib qurilish, zavodlarga, fabrikalarga ishga kirish kerak. Bu degani yaqin vaqtda biz bir narsaga guvoh bo'lamiz. Patentga murojaat qilayotganingizda sizga faqat bir belgilangan professiyalar bo'yicha, kasblar bo'yicha patent beriladi. Masalan, siz kelib kuryerlikka topshirmoqchi bo'lsangiz, sizga отказ bo'lishi mumkin. Buni o'rniga sizga shu zavodlarda raznorobochiy kasbga ega bo'lishga taklif qilishadi. Men tushuntiribman, Rossiyaning iqtisodiyotiga hozir ko'p sohalarda mehnat muhojirlar kerak bo'lyapti. Lekin to'g'risini aytsak, bu o'zgarishlar shu bugungi bozor iqtisodiyotiga to'g'ri kelmaydi. Eslatib o'taman, bozor iqtisod qonunlari bo'yicha odamlar qayerda ko'proq pul to'lashsa, qayerda sharoitlar yaxshiroq bo'lsa, shu yerga borib ishlashadi. Bu ish joyini tanlash erkinligi deyiladi. Lekin bugungi kunda ko'rib turibsizlar, Rossiyada shu Ukrainada maxsus harbiy operatsiya bo'lyapti. Umuman Rossiyaning iqtisodiyoti bir nechta sohalarda odamlar yetmayotganligidan qiynalishmoqda. Va baribir nima qilmasangiz ham qishloq xo'jalik hech qachon katta shaharlarning xizmat ko'rsatish sohasi bilan raqobat qila olmaydi. Xuddi shunday vaziyat zavodlarda, fabrikalarda. Menimcha shu uchun Rossiya hukumati shunday bir talablarni qo'ymoqchi. Endi o'ylab ko'raylik. Bu o'zgarishlar ishlaydimi? Masalan, kecha kuryerlik qilib yurgan 200 ming, 300 ming topgan yigitlar ertaga borib zavodlarda 80-70 ming ishlashadimi? Men bu haqida shubhalanaman. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. 1-apreldan boshlab Rossiyada mehnat muhojirlarining bolajonlari maktabga kirmoqchi bo'lsa, ular birinchi bo'lib maxsus imtihondan o'tish kerak. Bu imtihonning asosiy vazifasi bolajonlarni rus tili bilish darajasini aniqlash. Agar bolajon bu imtihondan o'tmasa, uni maktabga olishda отказ bo'ladi. Bu imtihonda bolajonlardan takroriy gapirishi, rus tilida shu oddiy bir har kuni ishlatiladigan so'zlarni tushunishi, oila, posudi, kiyim, mebelga tegishli, oziq-ovqatlarga tegishli so'zlarni bilish va hokazo savollar beriladi. Agarda sizni bolajoningiz bu imtihondan o'tgan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Qanday o'tdi? Rossiyada halol ishlab topgan pullaringizni vatanga mir privilegiya orqali yuboringlar. Aynan mir privilegiya orqali uyga pul yuborsangiz, siz O'zbekistonning ko'plab banklaridan pullaringizni naqd olishga imkoniyatga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, siz mir privilegiya orqali O'zbekistonga pul yuborsangiz, siz Rossiyadagi Saxovat xayriya fondiga yordam berasiz. Pul yuborayotganingizda O'zbek promokod terishni unutmang. O'shanda sizga eng yaxshi kurs chiqadi. Hozir shu yerdan mir privilegiya ilovasiga silka chiqadi. Yuklab olinglar va yaxshilikka ishlatinglar. Piterda
Dastavkada ishlayotgan mehnat muhojirlariga nisbatan katta reyd boshlandi. Bu reydlar birinchi bo'lib shu velosiped, samokatda yuradigan kuryerlarga tegishli. Bunday reydga asos bo'lganligi bu mahalliy aholini da'volari. Ularning so'zlari bo'yicha aynan shu migrant kuryerlar deb ko'chalarda ko'p DTP'lar bo'lyapti. Aynan velosipedlarda, samokatlarda kelib urib ketishyapti. Peshxodlardan o'tishni bilishmaydi va hokazo da'volar. Bizning kanalimizda aynan shu dastavkada ishlayotgan kuryerlar uchun alohida bir video chiqqan. Bu videoda biz shu yangi talablar, qoidalar va boshqa kerakli ma'lumotlar haqida gapirganmiz. Xo'sh, yerdan sizga chiqadi, ko'rmagan bo'lsangiz ko'ringlar. Tataristonning prezidenti Rustam Minnixanov Rossiya iqtisodiyotiga mehnat muhojirlar kerakligi haqida yana bir marta gapirib chiqdi. Мы четко понимаем, что без привлечения мигрантов мы те задачи, которые стоят перед нашей экономикой, не можем решить. С другой стороны, все это должно быть систематизировано и должны быть те механизмы, которые позволили бы, во-первых, адаптироваться этим мигрантам, получить хорошую квалификацию. Ma'lum so'zlari bo'yicha mehnat muhojirlar Alabuga, Kamaz zavodida ishlab kelishmoqda va mehnat muhojirlar yo'q bo'lsa, shu iqtisodiyot tomonidan qo'yilgan vazifalar bajarilmaydi. O'zi menga shu Rustam akamiz juda ham yoqadilar, chunki boshqalarga qaraganda siyosatga qaramasdan bor gapni gapiradilar. Yana bir rasmiy ma'lumot bo'yicha shu Privolzhskiy federalniy okrugda 2019-yildan boshlab 950 ming patent berilgan. U o'z o'rnida bu hududlarga shu mehnat muhojirlarining xizmatlari bilan foydalanib 34 milliard rubl foyda topishga yordam bergan. 2023-24-yilda esa 9 milliard rubl. Mana shunday mehnat muhojirlarini Rossiya uchun foydasi haqida ochiq gapirayotgan rahbarlarni men hurmat qilaman. Yaqin vaqtda yangi Rossiya fuqarolari uchun uy sertifikatlarini olish tartibi o'zgartiriladi. Eslatib o'taman, yangi Rossiya fuqarolari deganimizda bu aynan shu oxirgi 3-5 yil ichida Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan O'rta Osiyoliklar etiladi va o'tgan oylarda biz bir nechta xunuk voqealarga guvoh bo'ldik. Rossiyaning bir nechta hududlarida shu yangi Rossiya fuqarolariga uy sertifikatlari berilganligi va sal vaqt o'tgandan keyin ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi va berilgan sertifikatlarni olib qo'yishi. Men o'shanda ham gapirib o'tganman, hozir ham takror etaman. Rossiya konstitutsiyasi bo'yicha, qonunchiligi bo'yicha odamlarni millatiga, diniga qarab, chiqib kelgan joyiga qarab farq qilish man etiladi. Bundan tashqari, bunday harakatlarni olib borgan shaxslarga nisbatan ma'muriy va jinoiy javobgarligi bor. Aytmoqchi bo'lganim, Rossiya fuqarolar shu uy sertifikatlariga haqli bo'lsa, hamma haqli bo'lishi kerak. Agarda biz hozir odamlarni farq qilsak, sen to'g'ri Rossiya fuqarosan, sen esa yangi Rossiya fuqarosi desang, bu birinchi bo'lib Rossiyaning o'ziga katta minus bo'ladi. Shuning uchun niyat qilamanki, bu kiritilgan takliflar odamlarni farq qilishga olib keltirmaydi. Agarda bir qandaydir yangi tartiblar kiritilsa, shu sertifikatlarga tegishli, bu tartib hammaga tegishli bo'lishi kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. 30-iyundan boshlab Rossiyada har bir mehnat muhojir sifrovoy profilga ega bo'ladi. Bu haqida Rossiyaning bosh vaziri Mishustin gapirib o'tdi. Bu g'oya haqida 2-3 yildan oldin gapirilgan edi. Bu g'oyaning asosiy vazifasi Rossiyada mehnat muhojirlar shu patent, registratsiyalarni, qog'oz hujjatlarni yo'q qilish, sifrovoy profil ishga tushgandan keyin chet el fuqaro haqida to'liq ma'lumotlar shu shaxsiy daniylardan boshlab Rossiyada olingan INNlar, har bir berilgan patentlar, to'langan soliqlar, shu hamma ma'lumotlar bu profilda belgilanadi. Mening fikrim bo'yicha shu 30-iyundan bu narsa boshlansa, kamida 6 oy ichida bu testirovaniydan o'tiladi. Testlari yaxshi bo'lgandan keyin sekin-sekin 2026-yildan boshlab qog'oz patentlardan отказ qilinadi. O'tgan hafta yangiliklarda biz aytib o'tdik. Shu yaqin vaqtda bundan tashqari har bir chet el fuqaro Rossiyaga kelayotganda goslugadan ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Bu talablar aynan shu sifrovoy profilni tezroq yo'lga qo'yish uchun kiritilmoqda. Hozircha esa siz Rossiyada davlat xizmatlari bilan foydalanmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni shtraflaringizni, qarzlaringizni, bundan tashqari reyestr kontrolyeri xilitsga tushib qolganmisiz yoki yo'qmi? Bularni tekshirmoqchi bo'lsangiz, Rosmigrantga kirib tekshiringlar. Xo'sh, yerdan sizga chiqadi. Telefonlaringizga yuklab olinglar va o'zbek, tojik va qirg'iz tilida
bu ilova bilan foydalaninglar. O'tgan hafta men shu Rossiyada migratsion markazlarida очередlarga nisbatan bir taklif haqida gapirib o'tdim. Mana nihoyat biz bu taklifni video murojaat qilib chiqardik. Ko'rmagan bo'lsangiz, kecha bizning kanalimizda aynan qanday qilib, qanday yo'l bilan shu mehnat muhojirlarini qiynalayotganligini oldini olsa bo'ladi. Bu videoda men juda bir oddiy va qulay tartibni taklif etdim. Niyat qilamanki, bu videoni nafaqat meni podpисчиklarim, balki Rossiyani hukumati ham ko'rib chiqadi. Biz o'z o'rnimizda xat sifatida ham buni yuboramiz va albatta sizlarga javob haqida ma'lumot yetkazib beramiz. Bu videoni ko'rmagan bo'lsangiz, hozir shu yerdan silka chiqadi. Albatta ko'ringlar va o'z fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Keyingi yangilik Moskvaning Sheremetyevo aeroportidan keldi. Bu yerda ikkita samarqandlik tadbirkor bojxona tomonidan to'xtatildi va bularning yonidan 120 kilo tamaki mahsulot chiqdi. Ularning so'zlari bo'yicha tamaki mahsulotni ular bozorda sotib olishgan va Samarqandga olib borib sotishmoqchi bo'lgan. Lekin bu harakatlarni Rossiyaning bojxona qonunlariga qarshi tarzda amalga oshirishgan. Bu degani deklaratsiyasiz olib chiqmoqchi bo'lishgan. Tamaki mahsulotning narxi 1.700.000 rubldan ko'p bo'lganligi uchun ikkita samarqandlik tadbirkorga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu uchun do'stlar, agarda Rossiyada biznes qilmoqchi bo'lsangiz, eksport import bo'ladimi? Обязательно yuristlar bilan uchringlar. Yurist bilan maslahat qilinglar. Rossiyaning qonunchiligi ko'p joylarda O'zbekiston, Tojikiston va boshqa O'rta Osiyo davlatlarining qonunchiligidan farqli. Agarda sizga Rossiyada yuridik yordam kerak bo'lsa yoki advokat xizmatlari kerak bo'lsa, bizning Sovetnik yuridik idoramizga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Keyingi yangilik mehnat muhojirlarining bank kartalariga tegishli. Eslatib o'taman, Rossiyaning Markaziy banki bundan oldin mehnat muhojirlar, chet el fuqarolarining qo'llariga qandaydir bir cheklangan bank kartalarini berish taklif qilishgan va mana yana bir yangi taklif bu berilgan kartalarni amal qilish muddatini qisqartirish. Agar bu g'oyalar hukumat tomonidan qabul qilinsa, shu chet el fuqarolarining qo'llariga 5 ta kartadan ko'p berilmaydi va ularning muddati balki 6 oydan 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Buning birinchi va asosiy sababi chet el fuqarolar dropping bilan shug'ullanganligiga qarshilik ko'rsatish. Dropping yoki dropperlarni kim deyshadi? Bu o'zining nomiga kartalarni olib, boshqa har xil noqonuniy harakatlar uchun boshqa shaxslarga o'z kartalarini berish. Aynan shunday shaxslarni dropper deyshadi. Va afsuski, oxirgi payt Rossiyada shu dropperlarning ichida chet el fuqarolarining soni ko'payib kelmoqda. Yaqin vaqtda bizning kanalimizda aynan shu dropperlarga tegishli alohida video chiqadi. Shu uchun podpiska bosib qo'yishni unutmang kanalimizga. Hurmatli do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Ko'rganingiz uchun katta rahmat. Podpiska bosib qo'yishni unutmang va kommentariyada savollaringizni qoldiring. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.